Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Men Erkin Sidiq. Men bugun sizlar bilan qaytadan ko'rishganimdan nihoyatda xushalman. Bugun 2017-yili 13-dekabr. Men bu leksiyani Amerikaning Los Angeles shahrida turib so'zlayapman. Men oldingi birinchi leksiyada bola tarbiyasi va kimlik haqida to'xtaldim. Ikkinchi leksiyada bo'lsa bolalarga Qur'onni rasmiy o'rgatishni qancha yoshdan boshlasa eng muvofiq degan temada so'zlab berdim. Bugun men sizlarga bolangizni to'g'ri tarbiyalang degan temada tushuncha beraman. Bolani to'g'ri tarbiyalashning millatning bundan keyingi taqdirini belgilashda qanday muhim rollarni o'ynaydiganligi haqida men oldingi leksiyada biroz to'xtaldim. Shuningdek, u mazmunlarni bugun takrorlamayman. Agar siz oldingi leksiyani texnicha anglab baxmagan bo'lsangiz, men sizga uni cho'qim bir qatim anglab beqishni cho'nqur tavsiya qilaman. Biz hammamiz bolalarimizning dinda yaxshi tarbiyalanib, kelgusida bir yaxshi musulmon bo'lishini orzu qilamiz. Bolalarimizning maktablarda yaxshi o'qib, kelgusida bir yaramli odam bo'lishini, shu orqali o'zlarining baxtli yashashini hamda jamiyatga va millatga yaxshi tuhfalarni qo'shishini umid qilamiz. Shundaqla bolalarimizning o'zlarida oliyjanob kishilik xarakter va esil axloqlarni yetildirgan holda o'sib, cho'ng bo'lganda atrofidagilarga bir yaxshi ulgu bo'la olishini, atrofidagilarga yaxshi ta'sir ko'rsatishini, shu orqali o'z hayotlari uchun bir yuqori qimmat yarata olishini istaymiz. Undaq bo'lsa, men sizlarga oldi bilan bir xo'sh xabarni deb qo'yay. U bo'lsa-mu, bolalarimiz yuqoridagi 3 ishning hammasini tangli qila oladi. Ya'ni yuqoridagi 3 ishning hammasini qilish tabiiy qonuniyatlarga uyg'un bo'lib, ashunda qila olgan kishilarning sansizligan misollari bor. Ammo bolalarimizning bu 3 ishning qanchisini qila olishi hamda ularni qaysi darajada qila olishi bizga bog'liq. Ya'ni biz ota-onalarga bog'liq. Biz ota-onalarning bolalarimizni to'g'ri tarbiyalamaganligimizga bog'liq. Men oldingi leksiyada mundaq bir masalani tushuntirib o'tdim. Bundan keyin millatni qo'g'dab qilishda o'zimizni kuchlantirish yoki millatning aqliy kuchini eng yuqori darajada taraqqiy qildirish hal qilg'uch rol o'ynaydi. Millatning aqliy kuchini yuksaltirishning oldingi sharti bo'lsa, bolaga to'g'ri kuyish, farzandlarni ilmiy usulda yaxshi tarbiyalash va farzandlarni ilmiy usulda to'g'ri tarbiyalash. Bir millatning aqliy jihatda o'zini kuchlantirishi bir uzun muddatli projekt bo'lib, uning eng halqiliq qadam bosqichi bolalarni to'g'ri tarbiyalash. Hozir chet elda yashayotgan Uyg'urlarga nisbatan bolalarni to'g'ri tarbiyalash bir qancha o'xshamagan sohalarni o'z ichiga oladi. Tunda men shu sohalar ustida qisqacha va ayrim-ayrim to'xtalib o'taman. Birinchi, bolalarni aqlli qilib beqib cho'ng qilish. Ota-onalarning hammasi bolasining aqlli tug'ilishini va aqlli odam bo'lib cho'ng bo'lishini orzu qiladi. Ammo aqlli bolalar boshdan aqlli tug'ilamdi yoki ularni tug'ilgandan keyingi tarbiya ashunda qilamdi degan savolning javobini bilmaydigan ota-onalar oz emas. Bir bolaning aqlli bo'lishini nima belgilaydi? Madaniyatmi, genmi yoki boshqa narsami? Taki 1980-yillarga kelgacha menga kasalliklar olimlari insonlarning mengisi bilan aqlini genlar vujudga keltirgan bo'lib, ularni o'zgartirib bo'lmaydi deb qarab keldi. Ammo 1980-yillarga kelganda olimlar insonlarning aqlliq darajasiga mengni qo'zg'ovchi muhitlar nihoyat kuchli darajada ta'sir ko'rsatadiganligini bayqadi. Ular mengni qo'zg'ash orqali bir odamning aqlliq darajasini yuqori ko'targili bo'lganligini isbotladi. Bu meni ilmiy sohasidagi bir inqilob bo'lib hisoblanadi.
Bu tədqiqat nəticəsinin göstərishicha, bir odamning aqlliq darajasini shu odamning genlari bilan tashqi muhitdan kelgan qo'zg'atish ta'siri birlikda belgilaydi. Genlar miya va uning hujaylarini tashkil qiladigan bo'lib, insonlarning aqlining asosiy qismini bo'lsa, muhitning qo'zg'atishi vujudga keltiradi. Bunda qo'zg'atishning ta'siri bola tug'ilgandan keyingi dastlabki 3 yil ichida eng kuchli bo'ladi. Balani aqlli qilib cho'ng qilg'iga bo'ladi. Buning bir isboti Yahudilardir. Ya'ni hammamizning xabarda bo'lgandek, Yahudilarning ichidan aqlli kishilar ko'p chiqadi. Yahudilarning nüfus soni taxminan 13 million. Bu son Uyg'urlarning nüfus soniga yaqin keladigan bo'lib, Yahudilarning nüfusi dunyo nüfusining aran 0,2%ni tashkil qiladi. Ammo hozirgacha dunyodagi 850 tak kishiga Nobel mukofoti berilgan bo'lib, Yahudilar shu kishilarning 20%dan ko'pragini tashkil qiladi. Ya'ni 0,2% nüfusningki odamlari 20% Nobel mukofotini olgan hozirga qadar. Bir Yahudidan bo'lgan tadqiqotchi Yahudilarning aqlliq bo'lishidagi sababni yuqoridagi yangi bayqash bilan birlashtirib tekshirib, uning sababi Yahudilarning ba'zi diniy an'anasi va urf-odatlari bilan zich munosabatli ekanligini o'tirib qo'ydi. U mundaq deydi: "Meni qo'zg'atish usullari ichida kitob o'qish unumi eng yuqori usul bo'lib hisoblanadi. Kitob o'qish bolalarni tafakkur qilishga majburlaydigan bo'lib, tafakkur qilish bo'lsa, meni chiniqtirishning eng yaxshi tanarkiti bo'lib hisoblanadi. Yangidan mangan bola kitob o'qishni o'rgansa, ajoyib sehriy ishlar yuz beradi. Bola tug'ilib, dastlabki 3 yil ichida bolaga kitob o'qishni o'rgatish, ondan ota-onalar bolaga kitob o'qig'izib, o'zlari anglab berish kerak. Bu yerda alohida diqqat qilishga tegishli bir ish bor. U bo'lsa-mu, ota-ona bolaga kitob o'qib berish bilan bolani ota-onasiga kitob o'qib bergizishning osmon zamin farqi bor. Yahudilarning kitob o'qish, muzokara qilish va o'zligidan o'rganish madaniyati ularning aql jihatda ro'naq tepishini zarur qo'zg'atish muhiti bilan ta'minlagan. Yahudilarning boshqalardan aqlliq bo'lishining sababi ana shu. Haliki Yahudi ziyolisining gaplari shu yerda oxirlashdi. Ya'ni bu yerdagi gap, asos gap nima desanglar, bola 1 yoshdan 3 yoshga kiruvchi bo'lgan orliqda bola sizga kitob o'qib berish kerak. Siz bolaga emas. Sizmi bolaga o'qib bersangiz bo'ldi, lekin ko'pincha vaqtlarda siz bolani o'zingizga kitob o'qib berishga qisqasangiz bo'ladi. Mana bu bolaniki mingsini aqlli qilib taraqqiy qildirishningki eng yaxshi usuli. Mengni chiniqtirish orqali aqlni taraqqiy qildirish xuddi badan qurish mashqlari orqali badanning o'xshamagan qismlarini o'zi orzu qilgan shaklga mos keltirib taraqqiy qildirishga o'xshash. Agar yetarli darajada badan chiniqtirsangiz, sizning muskullaringiz borgan sari cho'ng va borgan sari kuchli bo'lib taraqqiy qiladi. Bu bir yangi qum emas. Uni hamma odam biladi. Bu yerdagi yangilik shuki, olimlar kichik bolalarning mengisini qo'zg'atish yoki chiniqtirish orqali uning aqliy kuchini xuddi odam muskullariga o'xshashla taraqqiy qildirg'ili, bolalarning aqlliq darajasini yuqori ko'targili bo'lganligidan iborat. Menga bir qancha qarindoshlar kichik bolalarga Qur'onni yodlatib berib, cho'ng qilib, keyin ularning zehni o'tkir va kalisi nihoyatda aqlli bo'lish unumiga erishganligini aytdi. Men ularning gapiga to'liq ishonaman. Men anlagan u ahvollar yuqoridagi ilmiy asosga mos keladi. Ya'ni kichik bolaga Qur'on yodlatish, ba'zi bolalar uchun mengini qo'zg'atish va mengini chiniqtirish rolini o'ynaydi. Mening Amerikadagi bir yiroq tuqqunimning 2 o'g'li bor. Hozir ularning cho'ngi to'liq o'tirda o'qiydigan bo'lib, u Qur'onni butunlay yodlab bo'ldi. Ularning kichigi hozir to'liqsizda o'qiydigan bo'lib, u Qur'onning tangdan to'lisini yodlab bo'ldi. Bu ikkisining maktabdagi o'qishi favqulodda yaxshi bo'lib, esimda qilishicha kichigi 2 qatim sinf atlab o'qigan.
Uningga hozirgi o'qishimi bak oson kelib qilib, muallim yana sinf atatmoqchi bo'lganda, bolaning ota-onasi unamagan. Mana mushundaq ish butunlay mumkin. Ammo meningcha bu ikki bolaning ahvoli bir alayda ahvol bo'lib, u ahvol bir umumiy ahvolga vakillik qila olmaydi. Agar bu bir umumiy ahvolga vakillik qilgan bo'lsa, hozir dunyodagi eng aqlli millat Yahudilar emas, arablar bo'lgan bo'ladi. Dunyodagi eng taraqqiy qilgan ellar g'arb dunyosi emas, musulmonlar dunyosi bo'lgan bo'ladi. Aqlli kishilar ishni to'g'ri qiladi hamda to'g'ri ishlarni tanlab qiladi. Xuddi yaponlarga, germanlarga va yahudilarga o'xshash. Aqlli emas kishilar hech qanday ishni qamlashtira olmaydi. Xuddi arab dunyosi o'xshash. 1990-yili Iroq Kuvaytga tajovuz qilib kirib, chiqib ketgandan keyin Kuvaytning buzilib ketgan suv turbalarini Amerikadan injenerlar berib yasadi. Biz ilmiy yakun chiqarganda alayda yoki qisman ahvolga asoslanmaymiz, balki umumiy ahvolga asoslanamiz. 70% dan yuqori kishilarning ahvoliga asoslanamiz. Men sizlardan bu nuqtani hargizmi asdan chiqarib qo'ymasliklarini so'rayman. Hargizmi o'zinglar biladigan bir qancha bolalarning ahvoliga qarabla tabiiy qonuniyat mushundaq bo'ldi ekan deb o'ylab qolmasliklarini umid qilaman. Mening Amerikadagi bir yaqin tuqqanimning bir jup qo'shnilar qizi bor. Ular hozir 3 yoshni oshdi. Ota-onasi ular 1 yosh vaqtidan boshlabla kitob o'qishni boshlagan. Ya'ni har bir betda faqat cho'ng yozilgan birla harf bor va shu harfni ishlatadigan birla narsaning rasmi bor kitoblarni o'qishni boshlagan 1 yosh vaqtida. Hozir ularning qiziqishi 3 yoshlik bolalar uchun chiqarilgan inglizcha kitoblarni o'qish. Biz yaqinda ular bilan bir mashinada o'tirib, hozir o'zimiz turayotgan shahardan bizdan 600 kilometr yiroqlikdagi yana bir shaharga birga bordik. Bu ikki qizning qo'lida birdan kitob bor bo'lib, mashina manganda ular dastlabida kitob o'qidi. Ondan ozroq mangandan keyin kitobni quchoqlab uxlab qoldi. Ular har oqshomisi kitob o'qimasa uxlag'ili unamaydi ekan. Bu ikki bola gaplarni intayin yaxshi qiladigan bo'lib, siz ular bilan ravrus paranchalaysiz. Ularning gapining qiziqligidan ular bilan paranglashib zodli zerikib qolmaysiz. Kulib uchalaringiz og'rib ketadi. Biz bir qatim yo'ldagi damlash o'rnida to'xtab, mana yuqoridagi safar jarayonida hojatxonaga kirib chiqdik. Qizlarning opasi hojatxonaga manganda ularning birisi o'g'inib ketib, opasiga agashdi. Opasi uni ko'tarib hojatxonaga ketayotganda u qiz opasiga norozilik bildirib, inglizcha "Men opa vaqtimda seni yolg'iz tashlab qo'ymagan" dedi. Ya'ni u inglizcha "I did not leave you alone when I am a mom" dedi. Bu 3 yoshli qizning gapi. Bu gapni anglab biz hammamiz kulishib ketdik. Ben burun Ana yurt romanini o'qib yurgan bir 4 yoshlik Uyg'ur qiz bilan paranglashib baqqan. U gaplarda chunki, balki degan so'zlarni ishlatgan bo'lib, men peshonani silab qolgandim. Ikkinchi, bolalarning davlat tilidagi savodini eng zo'r kuch bilan yaxshi chiqarish. Hozir chet elda yashayotgan Uyg'urlarning farzandlari kichik vaqtidan boshlabla mundaq 3 cho'ng vazifaga duch kelyotdi. Birinchi, o'zi yashayotgan davlatning tilini o'rganish. Ikkinchi, ona tilini yoki Uyg'ur tilini o'rganish. Uchinchi, din o'rganish va Qur'on oyatlarini yodlash. Chet eldagi ota-onalar ichida bolalarga bu 3 narsaning qaysisini oldida, qaysisini keynida o'rgatish ishini to'g'ri hal qilib kelayotgan ota-onalar bor. Ammo yuqoridagi 3 narsaning birisiga ko'ngil bilib, boshqasiga ko'ngil bilmayotgan yoki bolalarga ularni o'rgatishda tartibni to'g'ri o'rinlashtira olmayotganlarmi xili ko'p. Men ona til, yerlik millat ma'rifi va qo'shnilik ma'rif ustida bir mazgil izlanib, bu sohadagi ilmiy bayqashlarni Uyg'urcha maqola qilib yozib tayyorlab, torlarda e'lon qildim. Hamda bu haqda bir tor kitobim bor. Bu haqda bir tor kitobni chiqardim.
Ana til masalasida chet eldagi Uyg'ur bolalar duch kelgan ahvol bir qadar murakkab bo'lib, ilmiy nuqta va amaliyatchan bo'lish nuqtasidan qaraganda, meningcha chet eldagi Uyg'ur bolalar maktabga kirishdan burun uyda Uyg'ur tilini asos qilib o'rganishi, maktabga kirgandan keyin bo'lsa, o'zi yashayotgan davlatning tilini asos qilib o'rganishi kerak. Balasiga Uyg'ur tilini sistemalik o'rgatishga bel bog'lagan ota-onalar u ishni balasi 10 yoshga kirgandan keyin ondan boshlashi kerak. Ona tilini o'yishi va Uyg'urlar to'plashgan so'rinlarda bir tarafdan o'rganib, bir tarafdan ishlatib turishi, ota-onalar balasiga ona tilda so'zlab turishi hamda balasining o'zlari bilan ona tilda aloqalashishni qo'lga keltirishi nihoyat muhim. Ammo bu ishni balaning o'zi yashayotgan davlatning tilini eng yuqori sifat bilan o'rganishiga ta'sir yetkazmagan holatda ilib berish kerak. Balalar o'zi yashayotgan davlatning tiliga puxta bo'lmaykan, ularning ashu davlatdagi maktab o'qishida a'lo o'quvchi bo'lib ma'olishi mumkin emas. Natijada ularning kelgusida aqliy jihatda kuchli kishilardan bo'lib chiqishi texmo mumkin emas. Bu nuqtani hamma ota-onalar cho'qim to'liq tushunib yetish kerak. Kichik vaqtida kitob o'qishni bir odatga aylantirgan bolalar kelgusida nihoyatda muvaffaqiyatli kishilardan bo'lib chiqadi. Shunlashqa bolangizda kichik vaqtidan boshlabla kitob o'qish odatini yetildirishga intayin ahamiyat bering. Uyg'urcha kitob bo'lsinmi yoki siz yashayotgan davlatning tilidagi kitob bo'lsinmi bo'laveradi. 3. Maktab o'qishda bolaning a'lo o'quvchi bo'lib menish uchun qattiq tirishish. Men oldingi 10 yildan ko'proq vaqt ichida muvaffaqiyatshunoslik ustida bir qism izlanishlarni olib bordim. Hamda natijalik Uyg'urlar degan tema ostida chatlarga chiqib, o'qish va xizmatda alohida natija yaratgan Uyg'urlardan 50 dan ko'proq kishilarni tanishtirdim. Ashu kishilarning ahvoliga ingichkalab qarab chiqadigan bo'lsak, ularning hammasi kichik vaqtidan tortibla ota-onasining qattiq ko'ngil bo'lishiga, atrofliq va ilmiy yetaklashiga, cho'nqur va shartsiz kuyishiga va o'qishni boshdan oxir ching tutishiga erishganligini bayqaymiz. Boshlang'ich 1-sinfdan 3-sinfgacha bo'lgan oraliqda sinfda a'lo o'quvchi bo'la olmagan bolalarning maktab o'qishida keyincha bo'sib chiqa olishi ancha oson to'xtamaydi. Hamda boshlang'ich 1-sinfdan 3-sinfgacha bo'lgan oraliqda a'lo o'quvchi qatoriga o'tadigan bolalarda keyincha cho'ng chekinish yuz beradigan ahvollarmi bir qadar oz. Ota-onalarning maktab yoshiga to'shqan bolalarga nisbatan ko'ngil bo'lmasa bo'lmaydigan ishlari nihoyat ko'p bo'ladi. Ammo menimcha shularning ichidagi eng muhimlaridan bundaq ikkisi bor. Birinchisi bolaning kishilik xarakteri, mijozi, axloqi va Uyg'ur kimligi tarbiyasi. Ikkinchi, bolaning maktabdagi o'qish natijasi. Bolalarga Uyg'ur kimlik ideyasini singdirishniki eng yaxshi usuli bolalarni vatanga pat-pat mangdirib turish edi. Hozir hamda hammamizningki xabarda bo'lgandek bu yo'l itilib qoldi. Shunga men yerda bu to'g'ri ko'p to'xtalmadim. Lekin imkoniyati bor ota-onalar bu ishga intayin yuqori ahamiyat berish kerak. İmkoniyatli bo'lsa bolalarni vatanga har bir yilda yoki har 2 yilda bir qatim mangdirib turish kerak yoz ta'tillarda. Buningki foydasi intayin ko'p. Balangizning barliq maktab o'qishlarini a'lo o'quvchi bo'lib tamomlab, hamda yuqori unvonlarni olg'uchi o'qib, kelgusida nihoyatda isl kishilik xarakter va isl axloqqa ega, hamda nihoyatda yuqori darajalik aqliy kuchga ega kishilardan bo'lib yetishib chiqishi uchun siz cho'qim balangizning axloqi bilan maktab o'qishini kichigidan tortib nihoyatda chin tutishingiz kerak. Bola 1-sinfdan 3-sinfgacha a'lo o'qisa, undan keyin maktabga intayin omroq bo'lib, undan keyin a'lo o'qishni butun maktab hayotida davom ettirib mangadi. Buning ahamiyati bek cho'ng. Bu yerdagi maktab o'qishi degan so'z maktabdagi darsning sirtqi faoliyatlarini o'z ichiga oladi. Amerikaliklar bir bolaning o'qish natijasiga baho berganda, uning imtihon natijalari bilan darsning sirtqi ijtimoiy va sport faoliyatlaridagi ahvoliga o'xshash darajada muomala qiladi. 50%, 50%. Ya'ni bir o'quvchining imtihonlardagi natijalarimi
yuqori hamda ijtimoiy faoliyat va ijtimoiy munosabat iqtidorlarimi kuchli bo'lgandilar ondan u ilg'or o'quvchi bo'lib hisoblanadi. Keyincha men bu masala ustida yana ayrim to'xtalishga tirishaman. 4. Bolalarga Uyg'ur tilini o'rgatish. Hozirgacha bayqalgan ilmiy nazariyalar bo'yicha ish ko'rganda, chet elda yashayotgan bolalar Uyg'ur tilini maktabda sistemalik o'rganishni 10 yoshga kirgandan keyin ondan boshlash kerak. Lekin bolasi bilan uy ichida Uyg'ur tilida so'zlashishni bolaning yangi tili chiqqan vaqtdan boshlabla elib borsa, hamda bola 1 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan vaqtda uningga kitob o'qig'izib, uning mengisini taraqqiy qildirishni Uyg'ur kitoblarini elib borsa bo'laveradi. Men hozirgacha uy ichida kichik bolaga 2 xil, ya'ni Uyg'ur tili bilan o'zi turayotgan davlatning tilini tang ishlatganda bolaning xilli cho'ng bo'lguncha biror tilda tili to'liq chiqmaydigan va bola 3-4 yoshga kirguncha ancha gap qilg'ili unmaydigan bo'lib qoldigan ahvolni xil ko'p ko'rdim. Ya'ni 2 xil tilni tang qo'llanadigan uyda cho'ng bo'lgan bolalarda yuqoridagidek ahvollar yuz berdi. Ammo o'zimning kuzatishimcha bundaq bolalarmi 4-5 yoshlarga kirganda biroqla 2 xil tilda tang so'zlaydigan bo'lib ketadi. Ko'chman millatlar ichidagi bir qism ota-onalar bolamni qo'sh tillik qilib beqib cho'ng qilsam, uning tildagi taraqqiyotining kechikishini va maktab o'qishida mag'lub bo'lishini keltirib chiqardi deb ansiraydi. Ammo hech bir ilmiy asosi yo'q. Uning aksicha hozirgacha bu sohada elib berilgan ilmiy tadqiqot natijalarining hammasi qo'sh tillik bo'lishning amaliy turmush va iqtisod jihatdagi foydasidan boshqa yana bolalarning aqliy iqtidorini taraqqiy qildirish jihatda yana ko'plagan foydasi borligini isbotladi. Vaqt munosabati bilan men u foydalarni bu yerda tafsili so'zlamayman. U mazmunlar mening bu yil yozgan bolalarga dinni qancha yoshdan boshlab o'rgatsa eng muvofiq degan maqolamda bayon qilingan bo'lib, agar qiziqsangiz shu maqolani bir qatim o'qib chiqing. Men burunmi askarlikdek o maqolaning temisi biroz xato qo'yilib qolgan bo'lib, uni bolalarga Qur'onni rasmiy o'rgatishni qancha yoshdan boshlasa eng muvofiq deb tushunsangiz to'g'ri bo'ladi. 5. Bolalarga din o'rgatish. Mening oldingi leksiyada bayon qilganimdek, bolalarga Qur'onni rasmiy o'rgatishni ular 10 yoshlik bo'lgandan keyin ondan boshlasa eng muvofiq bo'ladi. Ammo kichik vaqtdan boshlabla biz bolaning kallasiga Alloh haqidagi tushunchalarni, din aqidalarini, Allohning sevgisi, Allohning mehr shafqati, Allohning ko'ngil bilishi va Allohning mukofotini va esil axloq uqumlarini singdirib mangsak yaxshi bo'ladi. Mayli Qur'on o'rgatish bo'lsin yoki boshqa narsalarni o'rgatish bo'lsin, bu ishni chuqur bolaning muvofiq yeshida elib berish kerak. Biz qiladigan ish bolaning yeshiga mos keladigan bo'lishi va biz qilgan ishni bola yaxshi ko'radigan bo'lishi kerak. Men bugun torlarni izlab Angliyadagi musulmonlarning bir torbetini topdim. Shu musulmon bolalarga qarata tayyorlangan torbet ekan. Uning deyilishicha musulmonning bolalari namoz o'qishni 10 yosh yoki 12 yoshda boshlasa bo'ldi ekan. Agar bolangizni kichigidan boshlab faqat dindilar o'qitsangiz, cho'ng bo'lganda u jinini qanday boqadi? O'z jinini yaxshi boqa olmaydigan bola Uyg'urlarga va boshqalarga qanday xizmat qiladi? Ummatga qanday xizmat qiladi? Shunga bolangiz bir yaxshi musulmon bo'lsin, hamda fanniy maktablarni voyaga yetkazib o'qisin. Chet eldagi Uyg'urlarning ichida boshqa sababdan emas, g'ururlikdan dindor bo'lib qolgan kishilarmi bor. Ya'ni fanniy maktablarda yuqorilab o'qishga chidamay, dindorlik yo'liga kirib olgan kishilarmi bor. Siz bolangizni ashundaq kishilarning birisi qilib tarbiyalamang. Sababi, agar siz bolangizni ashundaq odam qilib tarbiyalar ekansiz, sizdan va bolangizdan Allohmi rozi bo'lmaydi. Millatmi rozi bo'lmaydi. Ba'zida bolangiz hatto millatga yuk bo'lib qoladi. Bolangizdan millatga foyda kelmay, uning aksicha bolangizdan millatga ziyon keladigan ahvol yuz berdi. O'rin emas bolalar uchun dindor bo'lish ularning ilm-fanning yuqori pallasiga chiqqan odamlardan bo'lishiga hech bir tutqachon bo'lib qolmaydi.
Allah balangizning bir hafiz bo'lishini istamaydi. Shundaqla Allah balangizning bir olim bo'lishini istamaydi. Allah faqat balangizning bir yaxshi musulmon bo'lishini istaydi. Allah balangizdan dinni suydigan bo'lib cho'ng bo'lishini istaydi. Shunlashqa siz hargizmi balangizni din o'rganishga qistab, fanniy maktabda o'qishdan to'sadigan ishni qilmang. Mening Amerikaga kelgili 20 yildan oshgan bir hojim do'stim bor. U maktabni ancha ko'p o'qiy olmagan bo'lib, esimda qilishicha u aran to'liqsizni bitirgicha o'qigan ekan. Amerikaga kelishdan burun, ya'ni vatandagi vaqtida hojim bo'libdi ekan. Vatandagi vaqtida u tijorat bilan shug'ullanib, xil obdan yashayapti ekan. U qo'lida biror kasb yo'q, hamda inglizchani zodili bilmaganligi uchun Amerikaga kelgan dastlabki vaqtlarda turmushda intan qattiq qiynaldi. Bir mezgil pizza do'konidan xiridarlarning uyiga pizza to'shish, taksi haydash va mehmonxonada ishlashga tayinib jon boqdi. Pizza to'shayotgan mezgildagi bir kun oqshimi u bir xiridarning uyiga boradigan yo'lni topolmay ezib qoladi. U 90-yillari bo'lib, u chaqda texi GPS yo'qdi. Shuning bilan u o'zi bilan bir yataqda turayotgan yana bir Uyg'urga telefon qilib yordam so'raydi. Telefonni olgan bola, "Hoji aka, siz hozir qayerda?" deb so'rasa, u hojim, "Ey uka, agar men o'zimning nada ekanligini bilgan bo'lsam, sana telefon qilamdim" deb xafa bo'ladi. Keyincha bu ish bizning oramizda bir mezgil bir chaqchaq bo'lib so'zlanib yurdi. Ashu hojim do'stim keyin texi boshlang'uchda o'qiyotgan ikki o'g'lini Amerikaga keldi. U ayoldan ajrashib ketgan bo'lib, bolalarni akelgandan keyin bir tarafdan ishlab, bir tarafdan ikki bolaga ham dada, ham ona bo'lib yashadi. Intan qiynalib, menga ko'p qatim agar turmaga kirib ketishdan qo'rqmagan bo'lsam, men hozirla orqamga qarab qo'ymay vatanga qaytib ketdim degan. U shuncha qiynalsa-mu, har xil tuvan darajali xizmatlarni qilsa-mu, ikki o'g'lini dindimi va pandimi intan yaxshi tarbiyaladi. Cho'ng o'g'li keyincha biz turayotgan yerdagi Uyg'urlarning nazarlarida arabcha Qur'onni o'qib, xatmi Qur'on qilib turgan bo'ldi. Keyin u Amerika bo'yicha eng oldingi qatordagi 5 oliy maktabning biri bo'lgan Kaliforniya universitetining Berkeley sho'basiga kirdi. Mening o'g'lim o'sha maktabni bitirgan. Hojimning aşı cho'ng o'g'li hozir dunyodagi eng donliq oliy maktablarning biri bo'lgan Kaliforniya texnologiya institutida praktika qilyapti. Demak, fanniy maktabda to'liq o'tirg'ichimi o'qib boqmagan bir hojim tilini bilmaydigan bir davlatga davlatda tuvan darajali xizmatlarni qilib yashab turib, ayolimi yo'q turib, bolalarini ham dinda, ham fanda dunyodagi eng yuqori saviyada tarbiyaladi. Hozir Uyg'urlar mana mushundaq ota-onalarga muhtoj. Chet eldagi ba'zi Uyg'urlar hadislar Allohning diniga ega chiqish, Allohning dinini qo'g'dash haqida so'zlaydi. Butun koinotni Alloh yaratgan. İnsanlarni va boshqa barliq jonliqlarni Alloh yaratgan. Islom dinini Alloh yaratib, insonlarga taqdim qilgan. Alloh hammaga qodir bo'lg'achqa, zarur bo'lganda o'zining diniga o'zi ega chiqadi. Zarur bo'lganda o'zining dinini o'zi qo'g'day oladi. Siz undaq ishlarga boshqa turmay, o'zingizning oilasilarni obdan beqib, o'zingiz uchun bir yaxshiroq yashash sharoitini hozirlab, ondan Uyg'urni saqlab qilish, millatni qo'dab qilish ustida boshqa turing. Hozir NASAda ishlaydigan Uyg'urdan ikkisi bor. Uning biri men, yana biri Aynur Abduraziq ismli singlimiz. Aynur bizga tuqqan keladi. NASAning jami 10 markazi bor bo'lib, men ishlaydigan JPLda 5500 dak xodim ishlaydi. U NASA markazlarining ichidagi eng cho'ngi. Aynur ishlaydigan markaz Amerikaning Maryland degan sharq tarafdagi shtatida bo'lib, uningda 3000 dak odam ishlaydi. Cho'nliqda u ikkinchi o'rinda turdi. Aynurning kompyuter kasbida bir doktorlik unvoni bor bo'lib, u idorasida NASA sun'iy amrallar orqali to'plagan dengizlarga oid har xil ilmiy uchurlarni bir taraf qilish xizmati bilan shug'ullandi. Aynur qattiq dindor bo'lib, kuniga 5 vaqt namoz o'qiydi. Ba'zi shanba damlash kunlari xolisona xizmat sifatida Amerikaning poytaxti Washington rayonidagi Uyg'ur va boshqa musulmon bolalarga islom dinidan dars o'tadi.
Aynurning eri Mehmetcan Abdullahning kompüterda doktorlik unvoni bor. U Uyg'urlar uchun yulg'un yumshoq detali va inglizcha, uyg'urcha va xanzcha 9 yo'nalishlik yulg'un tor lug'ati qatorliq bir qism intayin muhim yumshoq detallarni yasab bergan bo'lib, vatandagi va chet eldagi Uyg'ur yoshlarining ko'p qismi uni yaxshi biladi. Ya'ni Mehmetcan yasagan uyg'urcha yumshoq detallarni ishlatadigan kishilar intayin ko'p. Umu qattiq dindor bo'lib, umi har kuni 5 vaqt namoz o'qiydi. U kompüter sohasida dunyodagi eng yuqori darajalik texnikalar bilan shug'ullanadigan bir shirkat ishlaydi. U hozir qilayotgan ishlarni anglagan har qanday Uyg'ur hayron bo'lmaydi qolmaydi. Mehmetcan shirkat uchun intayin muhim bo'lg'achqa, shirkat boshlig'i uningga namoz o'qish uchun bir maxsus ishxona hozirlab bergan. Men yuqorida gapini qilgan ikki o'g'il bola, ya'ni cho'ngi Qur'onni to'liq yodlab bo'lgan, kichigi Qur'onning yarmidan ko'pragini yodlab bo'lgan, hamda ikki qatim sinf atlab o'qigan bolalar mushu Aynur bilan Mehmetcanning bolalari. Men yuqorida cho'nglardan bir jup ayolni, bolalardan 3 ni tanishtirdim. Biz ularning ahvolidan din bilan fan bir-birini chetga qoqmaydiganligini, bir yaxshi musulmon bo'lib turibmi, ilm fanning eng yuqori pallasiga chiqilib bo'lganligini, bir yaxshi musulmon bo'lib turibmi, dunyo taraqqiyotining eng oldingi safida sarkardor bo'lib mong'ili bo'lganligini ko'rib olaymiz. Men ba'zida o'ylab qolaman, agar dunyodagi hamma musulmonlar yuqoridagi 5 Uyg'ur musulmondek bo'lgan bo'lsa, bu dunyoni g'arbliklar emas, musulmonlar so'ragan bo'ladi. Agar hamma Uyg'urlar yuqoridagi 5 Uyg'urdek bo'lgan bo'lsa, dunyoni hozirgidek Yahudilar so'ramay, Uyg'urlar so'ragan bo'ladi. Hozir chet eldagi Uyg'urlar orasida bir yaxshi musulmon bo'lishga tirishayotgan, ammo fanda o'zini tashlayotgan kishilar ko'p. Shundaqla fanniy jihatdan o'zlarini xilila taraqqiy qildigan, ammo dinga qaraydiganlar oz emas. Men oxirida haminglarning farzandlarini yuqoridagi 3 ota-onadek tarbiyalab chiqishinglarga, haminglarning farzandlarining yuqoridagi 3 boladek yetishib chiqishiga chin ko'nglimdan tilakdoshlik bildiraman. Bugungi leksiya shu yerda oxirlashdi. So'zlarimni anglagan barliq qarindoshlarga ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatim ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.